Assalomu alaykum. Musofir akalar, chet ellik akalarimiz, YouTube ishqibozlari, mana navbatdagi darvozamiz Bog'dod tumani Bordon qishlog'iga kelib o'rnashyapti. High-tech fasondagi darvozalarimiz. Eniga 4 metr, balandligi ham 4 metr. Deyarli 3 qavatli ikkita bo'layotgan darvozalarimiz. High-tech fason. Materiallarni tanishtiradigan bo'lsak, 8 bis, 7 bis stoykalar 12 ga 8, 2 stenada bo'lyapti. Orqa oldi holatlari bir xil bo'lgan, katta zamonlar qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, ustonosib darvozalarni telefon qilgan klientlarimizga katta ob'ekt zamonlar bonus sifatida qo'shib beriladi. Orqa holatlarni ham bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Orqa holatlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Orqa holatlari ham mana oldiga o'xshab bir xil holatda bo'lgan. Ochilib yopilishlari bir holatlari ideal holatda. Oldi qanday bo'lsa, orqa holatda ham shunday bo'lgan. Ichki zatvor bitta holatda ochilib yopiladi. Bemalol ochilib yopilishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Agar kimga shu darvozalarimiz qiziq bo'lsa yoki kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bevosita telefon qilishlaringiz mumkin yoki kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Samandara qishlog'ida. Tamom.